E'tibor uchun rahmat. Lekin yildan yilga qarab turaman, unvon olganlarda yarmisi yo'qib ketadi, ijodlari yo'q. Lekin bu unvonlar motivatsiya berish uchun, rag'batlantirish uchun beriladi, xalqqa xizmat qilish uchun beriladi. O'sha yerda gapirgan gapingiz meni miyamdan chiqmayapti. Birinchi majlis boshlagan paytingizda aytdingizki, madaniyat xodimlari ko'ryapsizlar, bilyapsizlar, shuni xalqqa olib chiqib gapiringlar qilingan ishlarda. Men shuni jurnalistlarga ham aytdim. Men chin qalbimdan tabriklayman, va lekin eng katta tilagim olingan unvonlar bo'ladimi? Davlat bilan yonma-yon, yelkama-yelka turib ishlanib, xalq pulini ayamaydi san'atga. Men uni aniq bilaman. Hozir biz hammamiz ustoz shogird an'anasida baland parvoz aytilgani, aslida ustozlar ham bermaydi emas, beradi yordamini so'rasa. Hamma yo'da pul beryapsiz, lekin pulga yarasha olyapmizmi? Berishimiz ham kerak. San'atni nonini yedingmi, unvonni oldingmi, pensiyasini qayerdan olyapsan? San'atni olyapsanmi? Tur ishla. Tamam. Davlatimizga nima yordam kerak bo'lsa, xalqning ichidan turib, qo'limdan kelgan yordamni qilaman. Bizga bo'lgan e'tibor uchun rahmat. Hozir Yulduzxon juda ko'p masalalarni ko'tardi. Bitta narsasi menga Yulduz Usmonovani yoqadi. Bundaqa mehnatkash mana shu xalq artisti va umuman o'ziga bo'lgan ehtirom, e'tibori kamdan kam uchraydi. Aytgan hamma gaplaringizning tagida bir narsa borki, albatta hammaga ham O'zbekistonda hozirgi muvaffaqiyati yoqmaydi. Albatta davlatchilikda qurib, tinchlikda, osoyishtalikda yurish bu azob desak to'g'ri bo'ladi. Bu azob. Yulduz Usmonovani xalqni yaxshi ko'rishi va xalq Yulduz Usmonovani yaxshi ko'rishi bejiz emas. Buni tagida sizning misolingizda hamma mehnat qilsa, konsert ham bo'ladi, kino ham bo'ladi, natija ham bo'ladi, odamlar ham rozi bo'ladi. Ishlaringizda muvaffaqiyat.